Assalomu alaykum barchaga. Mana do'stlar, biz yana bir kaskadni tekshirishga keldik. Xullas, oldimizda kaskad 3-avlodi bor, eng oxirgi kirib kelgan kaskadlari bor. Mana hozir Sochi Proda boramiz. Nastroykasiga sbros berib yuboramiz birinchi o'rinda. Меню настроек. Перезагрузка устройства. Sbros berib yuboramiz. Sbros berib yubordik, ko'rdilaring, ha? Sbros berib yubordik. Ana endi qaranglar. Меню настроек. Настройкадан Smart. har doim eslaringda bo'lsin. При включении. Диапазон. Хиквиш. Лачин. Автокон. Картон. Мегакам. Скат. Лазер. Ana ko'ryapsizlarmi? Texnik go'ritni o'chirib qo'yinglar. Выключены. Har doim kaskadlarni olmay qo'yadi bu. O'zi sbros berib yuborgandan keyin Режим магистраль. Режим трасса. ana erni bezovukni ham o'chirib qo'ying. Меню настроек. Голос. Т. Диапазон. Хик. Лачин. Авто. Анима. Чуть-чуть. И. Вы. Включ. Смарт. Выбор. Форм. Автовый. Заст. Отключ. Приглушение. Отключение радарной части. O'chirib qo'ydim, chunki sekinroq yurib qolishimiz mumkin. Mashina ko'p shaharda. Har doim eslaringda bo'lsin, o'sha texnik go'ritni qarab qo'yasizlar, xo'pmi? Bo'lmasam kaskadlarni olmay qo'yadi bu. O'zi bu aslida sbros berib yuborgandan keyin hamma radarni ko'rish kerak-da. Lekin bu ko'rmaydi. Men sizlarga shuni ko'rsatib bermoqchi edim. Maqsadim shu. Kuzatamiz. Keyin 77, oddiy 77 da kelamiz. Qani? Камера на 60. Ogohlantirdi. 200. 200 metr qoldi. Qaranglar. Qaranglar. Yo'q, ko'rmayapti. O'zi keldik mana. Qani? Ko'rmayapti-yu. Umuman ko'rmadi. Ko'rdilaringmi? Savol-javoblar bormi? Endi 77 da kelamiz. Qani yana bir marta kelaylikchi, sal tezroq haydab. 60. Sal tezroq haydab kelaylikchi. Снижайте скорость. Tezligimiz 70 ga chiqdi. Yo'q, ko'rmayapti. Ko'ryapsizlarmi? Mana chap qo'lda radar turibdi. Ko'rmadi. Orqasidan umuman ko'rmadi. Yozuv ham chiqmadi. Lochin berdi, lochin. Kordon endi kordon ham berdi. Xullas shunaqa gaplarda. Birazroq qoldik, Sochi Pro'ni uzib tashladik. 7700S. Oddiy 7700S. Камера. Voy, bu nima degan gap, ha? 7700S borar, bittadan like bosasizlar. Bu Blackdan ham kuchli aytib yubordi-yu buni. Black modelida ham test qilganman, lekin bunchalik uzoqdan ushlamagan. Lekin bori gap bo'lishi mumkin emas, bori. Qoyilmoqar natija. Qaranglar, mana. Orqadan keldik, yangi kaskadga. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Sochi Pro'ni so'rab qolamiz Silverstone kompaniyasidan to'g'rilab berishini. Chunki men past ko'rish niyatim yo'q. Mana shu narsalarni men ko'rsatib bersam, o'z ustida ishlaydi va natijasi bizga yaxshi bo'ladi, plus tarafga bo'ladi. Mana shu kaskad yangi radarini men umuman ko'rmayapti, ko'rdilaring-a? Uchun so'rab qolamiz kompaniyadan, Silverstone kompaniyasidan detektorlarning proshivkasini to'g'rilab bersin. Sochi Pro ishlatadigan do'stlarimiz ehtiyot bo'lib yurishadi. Salomat bo'lasizlar.